Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Bo'ron Gamer va bugungi videorolikda men 1.20.1 uchun yangi model topdim. Qurolli modlar. Endi mana shu qurolni obzor qilamiz. Mana shu qurollarni qanday qilib yaratish, sabrat qilish kerak. Mana bular nimaligini bilmadim, lekin qanaqadir materiallar kerak. Menimcha mana shu modda moblari bor-da, o'zini отдельный mana bu. Mana sundukda o'sha moblar. O'shandan tushadigan narsalardandir-da. Endi mana shuni obzor qilishni boshlasak. Birinchi bo'lib nimadan boshlasam bo'ladi? Mana bundan boshlaylik. Bu yerda granatalar bor ekan. Bu nima? Signalniy raketница. Keyin shumi? Короче, hammasini olamiz. Endi ручная граната. Oddiy granata, bisi svetошумая. Maska yo'qmi ekan bunga? Maska yo'q ekan menimcha. Kokteyl. Yo'q, buni ishlatmayman yaxshisi. Buni bilsanglar kerak nimaligini. Ma'lum bu nima? Водная бомба. Стоп, nima? Пойменный пузырь. Tushmoqchiman. Qanday tushib ketadi? Xo'sh. Mana mazza qilib uchib yurishsin. Mana bilan uchib ketar. Uchib ketgan ekan bular. Xo'sh, keyin Atlanическая копля. Ushlab turish kerak ekan buni. Xo'sh, mana bilan ko'rsatib bo'ldik. Endi bu signalniy raketница. Xo'sh. Buni o'zi bilib bo'ldim deb o'ylayman. Mazza. Для обменения объектов. Короче, mayli. Sen otib ko'ramiz. Hozir timesetni to'g'rilaylik. Timeset. Ana endi ancha chiroyli ko'rinadi. Endi vertolyotlar uchib kelishdi. Bombalar otildi. Xo'sh, davom etamiz. Ma'lumotlarni ham olib qo'yaveramiz. Moblarni ko'rsatib, buni ko'rsatdim. Keyingi qurollarni olamiz. Chekkalarda qilaylik. Bitta. Ikkita. 4ta. 5ta. 6. Menimcha hamma mobillarda bor bu yerda. Mayli. Raketani olaylik. Qanday o'tadi buni? Bo'ldi, olishni bilib oldik. Kim kerak?
Vay. Zombida patron tush. Bu qurolni ishlatishni maslahat bermayman. Fantom. Voy. Terror Phantom. Terrorist Phantom, короче. Voy. Urushinglar. Birinchi jahon urushi Minecraftda. Junior. Junior zombie piglin. Yo'q, hammalar shunchalik kuchayganmiz. Phantom sherda Mayli, bu moblarni ko'rsatdi. Raketni olib ko'raylik-da. Deydi. Jon вообще sekin ketaykan. Keyingi qurol nima bu? Qanaqadir pistolet, pulemyot pistolet. Pistolet pulemyot. Yo'q. Otaxon dam olmaysiz. Piglinlar dam olinglar. Bum. Штурмовая. Пистолет. Потом. Keyingi qurolni olaylik. Bu охотник за душами. Bu nima? Ma'nosini biladiganlar kommentariyada yozsin. Talisman лечения. Qo'yaylik. Xo'sh, bu nima? Xo'sh, bunisi. Bum. Такой себе ekan, to'g'risini aytsam. Mana ko'rsatdim. Bambuk. Перезарядкasi ko'p ekan lekin vaqt. Hali kamon ham bor. Hali qanday kamon otishni unchalik o'rganmadim. Voy, bu nima bular? Serverga olaylik tezroq. Serverga oldik, endi tezroq ochamiz. Elitram qani? Elitra. Ular yetib bo'lmas ekan. Voy, bu vashka qot. Mayli, yuqorib qoldim. Просто kill deb yozamiz. Kill me. Koordinatalar qanaqa? Qurolni ko'rsatdimmi? Menimcha ko'rsatdim. Bambuk. Bambukli qurolni ham tavsiya bermayman.
Bolalar qanaqadir yozuv chiqdi. Vision the song. Voy. Nima edi bu? Qizil chiziqlarmi? Ma'lum shu. Bu yerda qushlar haliyam uchib yurishdi lekin. Mana bu chiziq nimaligini ham tushunmadim. Oğlum başka kurallar kalmadı mı? Hiç öyle kalmadı. Ay yanı var ekan. Minigun. Qanaqa ekan bu? Bambuk ekan bu. Raketnisini ko'rsatdim. Ortaya uçup gittim. Dробовик. Bum. Масштабный карабин. Minigun legenda baribir. Agar tagimga olsam отдачасы yomon ekan. Chunki o'zim orqaga qarab uchib ketyapman. Винтовка. Bu mashinasi chiroyli ekan lekin. Огнеметmi? Огнемет. Menga eng yoqqan narsasi u mana bu. Mana shu bilan videoni tugatamiz. Xo'sh do'stlar, mana shunday qilib videoni tugatsak ham bo'ladi. Hammaga xayr.